Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashinaga zavadash qilib berdik. Signalizatsiyalarni ustunovka qilib, zavadashlarga to'g'irlab qo'ydik. Bu mashinamizga faralarni qo'yib berdik. 4 ta yangi fara qo'yib berdik. Motorni atsaklarni yig'ib berdik. Suv bacholarigacha mana ketgan narsalarni alishtirib, ponni mashinamizni full variantda ishlatib qo'ydik. Bu mashinamiz bir mehr bilan yig'ilgan o'zi. Zavodskiy narsalar, juda ko'p narsasi o'zining holatida qolgan. Bu mashinamizdan patfanilar yonyapti, avariykalarigacha yonib o'chyapti. Tablolar ponni patsoslarigacha. Magnitofon tumbalari mana pastki gilamlarni qaranglar mana. Vafshi ideal holatda. Menga nima deysizlar mana skorsiga. Ruchnoy svetlargacha ishlayapti, signallarigacha ishlayapti, antradarlargacha, video registratorlarigacha ishlaydigan qilib hamma narsasini to'g'irlab qo'ydik full variantda. Hozir bu mashinamizda mana zadniy svetlarigacha ishlaydi mana. Pultni bossani, bagaj ochaganlargacha, tormoz, nomer освещения, patfannilar yonib o'chyapti mana. Har doimda ishkala joy mana. Pultni bossi, bagaj ochaganlargacha mana. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz mana. Ishkala joy mana. Har doimda mana eshikni ochsa svetlar yonadi. Uncha mashinada ishlamaydi bu holat. Hamma eshikni ochsangiz salon osfenalar yonyapti mana. Sidenalargacha ponni full variantda to'g'irlab qo'yilgan mashinamiz. Mana bir marta ko'rsatib o'tamiz motorni atsaklarni. Faralarga qo'shimcha relay qo'yib, usulinni qilib berdik faralarini. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, aytasizlar, akkuratni, sifatli qilib elektromontajini full variantda ishlatib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.